Shunaqangi barakali ishlar bilan tongimizni ham boshlab oldik. Tezda nonushtamizni qilib, bolajonlarni olib bog'chaga bordik. O'g'lim 3,5 yosh, qizim 1 yoshga kirdi. Ikkalasini ham bog'chaga berganman. Qaytib kelib tezda hovlidagi ishlarimni bitirib oldim. Kanalimni kuzatadiganlar biladi, bu yil juda ham ko'p ko'chatlar ekkan edik. Haligacha hosilini beryapti ko'z temasi. Tabiiy sabzavotlarimizni tezda oldik-da, shulardan bironta ovqat qilaylik deb ovqatga ham unavordim. Chunki obedgacha hamma ishlarimni bitirib olishim kerak. Kirlarim qurigan ekan, hammasini olib tezda chiroyli qilib tahlab qo'ydim. Bolalarim kiyimlari juda ham ko'payib ketgan ekan. Kiymaydiganlarimiz va yozgi kiyimlarni ajratib qo'ydim. Kiymaydiganlarimizni boshqalarga berib yuborish uchun salafanlarga upakovka qilib qo'ydim. Qarasam, soatim 11:30 dan o'tibdi. Tezda o'qishga tayyorlanishim kerak deb birinchi ayollarning qiladigan ish parda sandoz ishlarini bitirib oldi, chunki eng ko'p vaqt oladigani ham shu. Oye, shunaqa qilib yangi sumkalarim bilan maqtanib qo'yay. Xudo xolisa, yangi iPhone'larni ham, mashinalarni ham shunaqa upakovkasini olish ham nasib qilsin. Endi challenge'imizga qaytadigan bo'lsak, 60 kunlik challenge boshladim. Nimaga uzoq deydigan bo'lsanglar, Sephir'dan B1 sertifikat olgan edim, lekin ko'p joylarga o'tmaganligi uchun noyabr oyida yana B2 sertifikatiga yoki C1 ga harakat qilib ko'rmoqchiman. Shuning uchun shu kungacha rejalashtirgan ishlarimni amalga oshirmoqchiman. Ovqat qilgan bo'lsam, ovqatlanishmaganidan yo'ldan sendvich oldim. O'qishga kelib darslarimizni ham boshlab oldik. Bugun 3 bora kechga qolishim mumkin. Reaksiya bildirib turinglar, maslahatinglar bo'lsa bemalol ishda.